Ijtimoiy tarmoqlarda oxirgi vaziyatlarda Hindistonda Nipah degan virus tarqalganligi haqida juda ko'p ma'lumotlarni ko'rmoqda bo'lishingiz mumkin. Bugun ushbu virus haqida asosiy joylarini men sizga tushuntirib bermoqchiman. Nipah virusi bu shunday viruski, inson organizmiga yuqqanidan keyin birinchi navbatda u miyani zararlaydi. Oddiy tilda aytganda miyani kuchli shamollashga olib keladi. Tibbiyot tilida aytganda ensefalit degan kasallikka uchratadi. Bundan tashqari nafas yo'llarimizni, ya'ni pastki nafas yo'llari, o'pka, bronxlar, bronxiolalar, mana shu a'zolarimizni kuchli zararlab, nafas yetishmovchiligini ham olib kelishi mumkin. Eng asosiy bu Nipah degan virus tibbiyotga tanish va birinchi marotaba mana shu o'choqli vspышка bo'lib tarqalganligi Malayziyada fermerlarni, cho'chqa boqadigan fermerlari orasida uchragan. Конечно, bu virusni yuqtirib olgan ayrim odamlar o'sha paytda nobud bo'lishgan. Bundan keyin bu virusni o'choqli uchragan, ya'ni o'zini ko'rsatgan, yuqqan joylari ko'proq Janubiy Osiyo mamlakatlarida. Bu Hindistonda, Pokistonda, Nepalda, shunga o'xshagan ayrim sal qo'pol tilda aytganda qoloqroq yashaydigan aholi o'rtasida uchragan. Asosiysi bu kasallikni tashuvchisi, yuquvchisi ko'rshapalaklar, itshapalaklar va cho'chqalar. Va bu virusni tarqalishidan mustasno bo'lmagan yana ayrim davlatlar, misol uchun Afg'onistonni ham xavfli guruhiga kiritib qo'yibdi, Maldiv orollarini, Pokiston, Shri-Lankani. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, Sog'liqni saqlash tashkilotini va sanitar-epidemiologiya nazorati bo'limlarini aytishlariga ko'ra, o'zbek aholisi, ya'ni O'zbekiston davlatining ichida umuman uchramagan. Hozirda Hindistonda tarqalganligi uchun kirib kelishi, qarshi chora-tadbirlari amalga oshirilishi boshlangan chegaralarda. Xalq tilida hazillashib aytadi-ku, betonlar qo'yilgan, rishotkalar qo'yganmiz deb. Albatta bu hazil, ko'ngilni ko'tarish uchun xalqdan olingan hazil. Betonlardan ham, rishotkalardan ham, armaturalardan ham viruslar o'tib ketaveradi. Negaki ularning asosiy yuqish o'tadigan joylari воздушно-капельный, havo suv tomchilari orqali. Bu zararlar esa insonlar ko'ziga ko'rinmaydi. Demak, kasallikni tarqalishida rol o'ynaydigan ko'rshapalaklar, itshapalaklar, cho'chqalar deb aytildi. Ayniqsa ko'rshapalaklarni tishlagan, tirnagan, yeyishga harakat qilgan mevalarni yoki sabzavotlarni ikkilamchi ravishda odamlar ushlashi yoki ularni yeyishi oqibatida tez yuqarkan. Odamdan odamga yuqish ehtimoli bor. Kasal odam bilan juda ham yaqin muloqotda, kontaktda bo'lganda bir-biriga tarqaladi. Bu Nipah virusining asosiy simptomlari isitma, temperatura ko'tarilishi, bosh og'rig'i, qusish, uyquchanlik, meningiz